10. Bab. Adaletsiz qanunlarni tüzgüçilərinin, nahaq tüzümlərini çıxarğıçılarının halığı vay. Ular namratlardan adaletni tartıb aldı. Xalqımı arasındaki acizlarni huquqidan məhrum qıldı. Ular tul xotun və yetim balılarni buludu. Sizlərni cazalaydıgan gün kəgəndə, Yiraqdın bala qaza kəlsə, qandaq qılarsızlar? Kimnin yeniği keçib berib, yardım tiləysizlər? Yıqqan mal mülkünlarni qayəgi qoyasızlar? Bu çağda sizlərinin mu başqa əsirlərə oxşaş, tüz püküşdün başqa amalınla yox. Ya ki vuruşdu ölgənlərə oxşaş ölüsülər. Şundaqdımı Pərverdigarının qəzibi besilmaydı. O kötürgən qolunu yanıla düşürməydi. Pərverdigar mundaq deydi. Hey Asurlar, sizlər qəhrimnin koltiki, qəzibimnin qasıdırsızlar. Sizlərinin halınlağı vay. Mən Asurlarni itaətsiz xalqni cazalaşqa əvətmən. Meni qəzəbləndirgən bu İsrail xalqiga hücum qilishqa buyuruyman. Asurlar ulanı bulab, mal mülkini elib ketidu. Ulanı koçidiki patqaqni pitiqlğandək pitiqlaydı. Amma Asur patşayı menin özünü əvətdiğinimni bilməydi. O köngüdümü bundaq oylamaydı. O faqat başqa xalqlarni vayron qilishni oylaydı. O faqat başqa əllərni məğlub qilishni oylaydı. O mening barlıq sərkərdələrim padişahdək qudretliqku. Biz Kalno şəhrini xuddi Karkemish şəhridək vayron qılmıdıqmı? Biz Hamat şəhrini xuddi Arpad şəhridək vayron qılmıdıqmı? Biz yana Samariya şəhrini xuddi Dəməq şəhridək vayron qılmıdıqmı? Mening qudretim butlar qaplab ketgan paçalıqlar üstüdün g'alaba qildi. Ularning oymu butları Yerusalim bilan Samariyaning butlaridan ulug' edi. Men xuddi Samariya shahrini uning butlari bilan qo'shib mag'lub qilgandek, men Yerusalimni uning butlari bilan qo'shib mag'lub qilaman deb o'ylaydi. Pərverdigar Asur podshoyining qo'li bilan Sion tig'i və Yerusalimni cazalab bolğandan keyin u Assur podshoyini uning maqtanchoqligi və haqavurligi uchun jazolaydi. Podshoh maqtanib mundaq deydi. Men o'z qudretim bilan bu ishlarni qildim. O'z aqlim bilan bu ishlarni planladim. Men shundaq aqlliq turman. Dövlətlər arasındakı fasıllarni yo'qotdim. Ularning mal dunyosini tartib oldim. Men xuddi g'oyat kuchli polvonga o'xshash ularning taxtdagi podshohlarini og'dirib tashladim. Men xuddi qush changisi tepib olgandek bu davlatlarning boyligini topdim. Xuddi changidagi tuxumlarni olgandek bu davlatlarning boyliklarini elib olish shundoq bo'ldi. Hech bir qush menga qarshi qanot qoqolmadi. Og'zi ochiq bo'lsa-mu, ovoz chiqara olmadi. Lekin palta qandoqmi o'zini ishlatuvchiga men sendan kuchlik deb maqtansin. Hara qandoqmi o'zini men ishlatuvchidan muhim deb o'ylasin.
to'qmoq o'zini tutquchini qandoqmi pulangni olsin? Asa qandoqmi bir odamni ko'taralisin? Şunun üçün igimiz qudratlik serdar Parvardigor Asurlarga ularning polvonlarini ajizlashtiradigan kechal avatidi. Asurlarning shuhratini lavuldavatgan o't yolqini yalmab ketidi. İsraillarning nuri bo'lgan Parvardigor o'tqa aylanadi. İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo yolqinga aylanadi. Asurlardan iborat bu tikan ve azg'allar bir kundila kuydirib tashlanadi. Asurlarning qo'yiq o'rmonligi ve münbet itizleri tugishidi. Xuddi ig'ir kesalga giribtor bo'lib, ajizlab ketgan kishidek bo'lib qoladi. Ularning o'rmonligida daraxtlar shunchalik oz qoludiki, hatto bir kichik bolamu ularni sanayalaydi. Şu çağda İsraillarning qolgan az bir qismi, ya'ni Yaqubning hayot qolgan avlodlari o'zlarini mag'lub qilmoqchi bo'lgan Asurlarga tayanmay, o'zlarini butunlay Parvardigor İsraillarni tanlagan muqaddas Xudoga topshirdi. Mushu az bir qism İsraillarla qaytib keldi. Shundoq Yaqubning bu hayot qolgan avlodlari qudratli Xudoning yo'liga qaytib keldi. Hey İsraillar, sizlarning xalqinglar dengiz soyilidagi qumdek ko'p bo'lsa-mu, ammo az bir qisminglarla yurtinglarga qaytalaysizlar. Sizlarning gumron bo'lishinglarni Xudo allaqachon qaror qilgan. Mana bu adillikdir. Shundoq igimiz qudratli serdar Parvardigor butkul zeminni o'zining oldin qilgan qarori bo'yicha gumron qilib etdi. Shunga igimiz qudratli serdar Parvardigor mundaq deydi. Hey, Siyonda yaşavatkan xalqim, Asurlarning Misrliklarga o'xshash sizlarni kaltak ve qamchi bilan urg'unidan qo'rqib ketmanglar. Uzun o'tmay mening sizlarga bo'lgan g'azabim besiladi. Shu chaqda men Asurlarga g'azab yog'dirib, ularni vayron qilaman. Menki qudratli serdar Parvardigor ularni xuddi Midyanlarni o'rib qo'ram teshida qamcham bilan qattiq savug'andek savayman. Hasamni xuddi sizlar Misrdan chiqqanda dengizdan quruq yo'l ichib baganda ko'tirgandek ko'tiraman. Shu kuni kelganda men Parvardigor sizlarni Asurlarning zulmidan ozod qilaman. Boynunglarga silingan boyunturuqlar chiqib tashlanadi. Chunki sizlar kuchga to'ldinglar. Asurlar Ayat shahriga kirdi. Migron shahrini kesib o'tdi. Mikmas shahrida lashkari lozimatliklarini qoldirib qo'ydi. Ular tog' davonidan o'tib Gabo shahrida qo'nidi. Ramaq shahrining xalqi qo'rqishib, titrab ketdi. Podsho Saulning Geboh shahridagi xalqmi qichib ketdi. Ey, Galim shahrining xalqi, yordam chaqiringlar. Layshoq shahridagilar, sizlarmu anglanglar. Ey, bechora Anatos shahridagilar, Madmena shahridagi xalqlar qochdi. Gebim şehirdekiler qichib panohlanadi. Bugun Asurlar Nob shahrida to'xtaydi. Ular Yerusalimdagi, ya'ni Siyon teg'idagi xalqqa musht ko'tirdi. Qara,
İgimiz kudretlik serdar perverdigar öz kudreti bilen şahlarni kırkıp taşlaydı. İgiz dereklerini kesip taşlaydı. Akavur, asurla yergi yıktılıdı. Perverdigar ulanı xuddi livanның igiz dereklerini yıkıtıp taşlagandek yıkıtıp taşlaydı. Ormandaki dereklerini çapkandek paltı bilen çepip taşlaydı.